Assalomu alaykum hurmatli dasturchilar. Bugun sizlar bilan Kotlin dasturlash tilida massivlarga oid masalalar ishlashda davom etamiz. Biz o'tgan safar klaviaturadan oldindan kiritilgan sonlarni orasida ularni juft toqlarini, musbat manfiylarini hamda juft indeksdagi va toq indeksdagi elementlarni ekranga chiqargan edik. Bugungi darsimizda xuddi shunga o'xshash, lekin biz uni oldindan kiritib qo'ymaymizda. Biz bu safar dastur ishga tushgandan keyin klaviaturadan massiv elementlarni kiritib, ularni juft toq, musbat manfiy hamda juft indeksdagi va toq indeksdagi elementlarni chop qilishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz bitta yangi package ochamiz, bitta yangi Kotlin faylni ochamiz va uni juft toq davomi deb nomlab qo'yamiz. Asosiy funksiya va biza klaviaturadan ma'lumot kiritishimiz uchun bu safar scanner funksiyasidan foydalanamiz. Hamda massiv elementlarini sonini n deb kiritamiz va massiv elementlarini a deb turib int array n deb, massiv elementlari uchun xotiradan shuncha joy ajratamiz. Ya'ni biz klaviaturadan necha sonni kiritsak, o'shancha joy ajratib, uni massiv elementlar bilan to'ldirishi uchun. Va biz yozamiz, birato'la shu joyga yozib ketaylik. Massiv elementlari sonini kiriting hamda cout enta massiv elementlarini kiriting deymiz. Hamda for cycle operator orqali 0 dan until n sonigacha hamda ai scanner next int cout siz kiritgan enta massiv elementlari, ya'ni biz klaviaturadan qaysi sonlarni kiritsak, o'shalarni bizga chiqarib bersin deymiz. Ya'ni bizga klaviaturadan kiritgan massiv elementlarimizni chiqarib bersin. Dasturni oldin bitta ishga tushirib olamiz va klaviaturadan biz massiv elementlari sonini va massiv elementlarini kiritamiz va biz kiritgan massiv elementlarimizni ekranga chiqarib bersin. Keyin dastur davom ettiramiz. Massiv elementlar sonini kiriting. 5 sonni kiritamiz. Misol uchun 5 kiritganimiz uchun bizga aytibdi 5 ta massiv elementini kiriting. 3 4 5. 5 ta massiv elementini kiritdik hamda siz kiritgan massiv elementlari deb chiqdi. Ya'ni biz 1 2 3 4 5 massiv elementlarini kiritdik. Endi dastur shu joygacha to'g'ri ishlayapti. Davom etamiz. Kiritilgan massiv elementlari ichidan bizga juftlarni topib bersin. Siz kiritgan massiv elementlar deymizda, mayli siz kiritgan massiv elementlar ichidan unaqa demaymiz deb
qisqa qilib massivning juft elementlari deymiz. For i in 0 dan n gacha if I ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 ga teng bo'lsa massiv elementlarini chiqarib bersin deymiz. Dasturni ishga tushiramiz hamda klaviaturadan son kiritamiz va u bizga massiv elementlari ichidan juftlarini topib beradi. 6 ta son kiritamiz va 6 ta massiv elementini kiritamiz va massiv elementlari deymiz hamda siz kiritgan massiv elementlari ichidan juft massiv elementlarini, massivning juft elementlarini topib beradi. 6 deymiz hamda 6 ta massiv elementini kiritamiz. Bizga kiritgan massiv elementlari va ularning ichidan juftlari, ya'ni 4, 8 hamda 2 sonlari juftlari hisoblanadi. Xuddi shunaqa qilib bundan bitta kopiya olamiz hamda massivning toq elementlari. Uning uchun biza 2 ga bo'lganimizda qoldiq 1 ga teng bo'lishi kerak yoki bo'lmasam teng emas 0 desak ham bo'ladi yoki bo'lmasam teng 1 desak ham bo'ladi. Dastur yana qayta ishga tushiramiz. Hamda klaviaturadan yana 6 ta son kiritamiz. Massivning juft indeksdagi juft elementlari, toq elementlari hammasini to'g'ri chiqarib berdi. Davom etamiz. Endi bizga massivning musbat elementlari kerak. Massivning musbat elementlari. Musbat elementlari sharti esa massiv elementlari 0 dan katta bo'lishi kerak. Xuddi shundan yana bitta kopiya olamiz hamda massivning manfiy elementlari deymiz. Manfiy elementlarni topishimiz uchun esa kiritilgan massiv elementlari 0 dan kichkina bo'lishi kerak. Dasturni bitta ishga tushiramiz hamda bu safar klaviaturadan musbat hamda manfiy sonlarni aralash qilib kiritamiz. 8 ta massiv elementini kiritamiz. To'rt, 5, 6 ta bo'ldi. 7 ta hamda 8 ta. Bizga kiritgan massiv elementlarimiz, ularning ichidan juftlari, u musbat manfiy farqi 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, u juft toqligi musbat manfiyligiga qarab o'tirmaydi. Toqlari hamda musbatlari va manfiylari. Xuddi shuni davom ettirgan holatda yana kopiya olamiz hamda massivning juft indeksdagi elementlari deymiz. Uning uchun biza 0 dan n gacha deymiz. Oradagi masofani 2 ga oshirib qo'yamiz. Xuddi shundan yana bitta kopiya olgan holatda massivning toq indeksdagi elementlari deymiz va uni 0 dan emas 1 dan boshlaymiz. Bizga if kerak emas. Dastur ishga tushiramiz hamda massiv elementlarni klaviaturadan musbat hamda manfiy sonlarni aralashtirgan holda kiritamiz.
10 ta deylik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hamda 10 ta massiv elementni kiritdik. Ularning ichidan bizga hammasini kiritgan massiv elementlarimizni, juftlarini, toqlarini, juft musbat elementlarini, manfiy elementlarini, juft indeksdagi elementlarini, toq indeksdagi elementlarini topib berdi. Xuddi shunaqa qilib davom ettirgan holatda yana misol uchun bundan emas, mamasidan bitta kopiya olamizda massivning 3 ga karrali elementlari deymiz. Buning uchun biz shartiga 3 ga bo'lganda qoldiq 0 ga teng bo'lishi kerak degan shartni beramiz. Va dasturni ishga tushirsak, bu yerda 3 ga bo'lganda qoldiq 0 chiqadigan sonlarni, ya'ni 3 ga karrali sonlarni ham topib beradi. Va hokazo xuddi shunaqa qilib 4 ga karrali, 5 ga karrali har xil sonlarni ham shunaqa qilib topishimiz mumkin. 9 ta beramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ularning ichidan mana xuddi shunaqa qilib barchasini chiqazdi. Undan toqlarni topdi, juftlarni topdi, manfiy elementlarni topdi, juft indeksdagi, toq indeksdagi elementlar hamda 3 ga karrali sonlarni ham topdi. Xuddi shunaqa 3 ga karrali son deganimizda bu musbat yoki manfiy bo'lishi shart emas. Elementni 3 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, bo'ldi, u juft 3 ga karrali son hisoblanadi. Bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda esa biz massiv elementlarini, minimalini hamda maksimallarini topishni ko'rib chiqamiz.